Akalar bu sirdaryolik usta akalarga gap yo'q. Mana yomg'irmi, qormi, do'lmi, liboy holatda mana ishlashyapti, ishlar davom etyapti. Mashinalar ko'rishimiz mumkin to'la. Xo'p, avvalambor barchangizga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin Sirdaryodamiz. Navbatdagi video syomkamizni olishga Stak 191-ustaxonaga yetib keldik. Nima gaplar, narxlar qanday bo'lyapti? Hozir qo'ldan kelgancha o'tgan safar ko'rsatib o'tdik. Nurullo akamidik. Nurullo aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Qanaqa charchamayapsizmi? Charchamaysiz. Qor demay, yomg'ir demay ishlayapsiz. Xudoga shukr ishlashni boshladim. Xalqqa chiroyli xizmat qilyapsizlar. Gap yo'q, baraka toping. Shu o'tgan safargi video qilib ketganingizda narx-navoni tushuntirganmiz. Xudo xolasa o'sha bo'yicha sizni uyaltirgan joyimiz yo'q. Hammasi xudo xolasa aytilgandek bo'lyapti. Biz aytgan videoda chiqqanday qilib berilyapti. Klientlar ham ko'p, xudoga shukr. Gap yo'q, barakasini bersin. Endi xalqni rozi qilsangiz, ishingiz yurishadi, baraka topasiz. Shunday bo'ladi. Do'stlar, mana shu yerda o'rnatib ketganlar bo'lsa, bitta like-ni bosib qo'yib, podeshkada bo'lamiz. Kommentariyalarda chiroyli fikrlar qoldiraylik. Manzilni qisqacha tushuntirib ketaylik boshidan. Degan bo'lsak, mana Jizzaxdan kelishimizda eski betonka yo'li Qovun bozordan o'tganda, Qovun bozoridan to'g'ri o'tib kelamiz. Mana yo'lda yoqasi Stak 191 ustaxonasi. Bu yoqda Guliston shaharga chiqib ketiladi. Eng muhimi do'stlar, mana pastda nomerlar qoldirilgan. Aloqaga chiqsalaringiz Nurullo aka sizlarga lokatsiyalar tashlab berishadi. Tushuntiradi manzillarni. Qani bo'lmasam boshladik. Nima mashinalarga qanchalardan bo'lyapti? Xo'p, mana misol uchun hozir endi metanlar sal limit kamaygan. O'chirt boshlandi. O'chirt boshlandi. O'shanga mana ko'pi metanni yechirib propan qilyapti. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Misol uchun balonni yiliga, holatiga qarab turib, narx kelishaveramiz. Misol mana Nexia 3 ga, Toshkentdan kelibdi. Nexia 3 ga 700 ming so'mga propan ustunak qilib beryapti. Zamina, metan Zamina. Balonni olib qolib, metanni propan qilib beramiz. Xullas bitta choy puliga propan qo'yib ketyapti. Choy puliga propan qo'yib ketyapti. Xo'p, bu yog'i Qashqadaryo. Qashqadaryo. Bu ham endi sal uzoqda o'ylayapti. Endi akalar metanni olib ketaman qaytarib, noldan qo'yib bering deyapti. Propanni. 4-pokoleniya bo'lgani uchun miyasi, farsumkasi qoladi. Qolganlarini almashtirib beramiz 1,7 million so'mga. Original zapchastlar bilan propan qo'yib beramiz. Tushunarli. Do'stlar, endi Qashqadaryolik akalar biladi, ertaga yana joyiga qaytsa yana metanni qo'yib olaman deyapti. Metanni qo'yib olaman deyapti. Metanni qaytarib olib ketadi. 1,7 million so'mga qo'yib beramiz. Polni. Gap yo'q. Xo'p, ishlar yo'ldan misol uchun yo'ldan qo'ydiradigan bo'lsa, original zapchastlar. Yo'ldan qo'yiladigan bo'lsa, original zapchastlar bilan 3 million so'mga bo'ladi propan. Hozir bu noldan qo'yilyaptimi? Yo'q, noldan qo'yilmaydi. Bu metanni ichib pishadi. Bu ham metanni ichib propan qildirib ketadi. Do'stlar, bu kolbasni qo'yibdi ekan, mana chiroyli qilib. Termo trubkalari bilan hidi chiqmasligi uchun. Boyagi ichiga tashab bering, tagiga kerak emas deyapti. Shu zapravka qiladi, qaytarib qo'yib, haydab ketaveradi. Gap yo'q. Bu ham vaqtinchalik. O'zi metanni olib ketadi, qaytarib qo'yadi. Ruxsat bormi bunday? Ruxsat bor. Bemalol. Ruxsat bor, dokumentini qilib beramiz. Necha pulga tushyapti Gentraga? Gentraga o'zi qaytarib olib ketadi, bunga ham 1,7 million qo'yib beramiz. Bu ham olib ketyapti. Metanni qaytarib olib ketadi. 4-pokoleniya bor. Akalar уже bilyapti nima bo'lishini, Gap yo'q. Xo'p. Agar noldan Samarqand nimaga kelibdi? Samarqandlik akamiz. Samarqandlik akamiz ham endi surovga qildiradi. Endi boshlandi bo'lsa. Hozir bir og'iz qisqacha so'rak bu ustaxona haqida. Assalomu alaykum. Uzr, pryamoy bizniki reportaj. Charchamayapsizmi? Qayerdan? Samarqandmi? Samarqand Urgutdan keldim. Urgutdan. Videolar ko'rib keldingizmi? O'sha uchun keldim. Qanday ekan aka? Bizdan men aytgan narxdan ham arzon qilib berdi. Undan ham tushib berdi. Rozimisiz? Rost ekan emas, Bo'ldi. Barakasini bersin aka, yaxshi kunlarga mining. Hozir aka kirasiz mana o'rtaga. Chiqadi. Xo'p, dalshi. Kobaltga noldan metan qo'yish bo'ladigan bo'lsa, 4 million 200 ming so'm bo'ladi. Metan 4 million 200 ming so'm bo'ladi. Boya aytgandek, propan 3 million so'm bo'ladi. Original zapchastlar bilan. Zapchastlar original, full. Arzonroq variantlari ham bor. 1 million arzon bo'ladi. Arzondan qo'ysa. Variantlari ham bor, Tushunarli. Shu 4 million 200 deganingizdan boshqa viloyatlarda menimcha kamida 1,5-2 million razniya qilsa kerak. Razniya qiladi, endi klientlarning o'zlari aytadi, endi aldamasdan. Shunday razniya qiladi. O'zlari aytayapti klientlar. O'zlari aytayapti. Mana misol uchun mana Gentra'mizda o'zida 3-pokoleniya metani bor. 3ta yechib olamiz. Xo'p. 3ta yechib olamiz. Bunga ham 4-pokoleniya qilib metanni olib qolib propan qilib beramiz. Metanni olib qolib propan qilib beramiz. Bu ham 1,7 1,8 ga tushadi. 4-pokoleniya. Ishi bitib ketadi. Eskini tashab ketadi. Eskini metan tashib ketadi. Shu 3 millionligini qo'ysa 1,300 1,200 ga balon qoladi-da. Tushunarli. Holati yiliga qarab. Xo'p, do'stlar, vodiydan ham kelibdi mana gap. Vodiydan ko'p har kuni keladi.
Gap yo'q, gap yo'q. Qamoldingizda подписчиклар vodiyda ham ko'p ekan. Vodiydan ko'p. Meni shu gap yo'q, hurmat qilaman akalar. Shu noldan boshlab ishni boshlaganman, chorvadan boshlaganman, moshin bozor. O'shandan beri ko'rib kelishar ekan. Shunday. Haligacha ko'ramiz deydi. Rahmat Abdushu. Qoraqalpoq respublikasi. Qoraqalpoq 1100 kilometrmi qancha? 1100 1200 chiqadi. Gap yo'q. Endi yo'l tushgan bo'lsa, kirgan bo'lsa kerak. Yangi opti mashinani o'zi ham. Aha. Nima bo'ldi bunga? Bunga xudo xolasa metan qilib beramiz. Boyagiday original zapchastlar bilan 4200 ga. Keyin satishmovchilik bo'lyapti. Misol o'tgan safar o'zingizga telefonlashdik. Yangi 2026 MCM Cobalt'ga prashka hali chiqmagan. Prashka hali chiqmagan. Miyani o'zini ikkita original varianti bor, Basico bor, Avansi bor. Avansi bilan bo'ladigan bo'lsa qimmatroq, prashkasi yo'q, lekin bunaqa funksionali bo'lgani uchun yurishi yaxshiroq, cheklari yonib qolmaydi. Shularni ham anosini aytib qo'yish kerak. Chunki kompyuter qilib berasizlar, prashka qilib berasizlar, bonus degansizlar deyapti. Bonus faqat miyasiga, uni miyasiga yo'q. 12 Tracker yangi chiqqan Cobalt MCMga yo'q. Shuni aytib qo'yaylik. Undan oldingilarga bor. Undan oldingilarga bor. VIP tekinga. Tekin. Ichida hammasi. Do'stlar, so'raganlarga mana yangisiga hali iloji yo'q. Endi bo'lib qolsa, uni ham videolarimizda aytib o'tamiz. Xo'p, yana nima mashinalar? Bu yoqda mini furgonchalar ham kelibdi. Bu yoqda yana nima mashinalar? 10X larga qancha bo'lyapti? 10X ga 3 million so'mlarga ham propan, faqat Basico miya bilan. O'tgan safar ham aytganman, Avansi 32 ga 4 qo'yiladigan bo'lsa, yurish yaxshiroq, chek yonib qolmaydi. Bunaqa funksionalli. Ozgina qimmatroq, 3,5 million so'mga bitadi. Original zapchastlar bilan. Lasettiga nima bo'ldi? Lasettiga endi qo'yiladi. Nima endi? 0 dan 1 0 dan 1.8 propan qo'yib beramiz. Sal budjetliroq qo'yiladi, 2 million 300 ming so'm. 2 million. Garantiyasi bor. Propanning eng zo'ri qancha bo'lyapti? Eng zo'ri 3 million so'm bularga. 3,5 million so'm 12 Tracker Cobalt'lar, anaqalar, MCM Cobalt'larga. Damaslarga? Damaslarga 1 million 700 ming so'm. Propan. 1 million 700 ga mana propan qo'yib beriladi. Do'stlar, aytilgan gap aytilgan, distributsiya qiladi. Qachongacha? Yangi yilgacha. Yo'q, yangi yilgacha, yangi yilga 10 kun qoldi. Keyingi yilda yana bir oygacha. Bemalol. Xudo xolasa videolarni kuzatib borsalaringiz, yangiliklar chiqarib borishda davom etamiz. Nima deymiz? Bemalol tavsiya beraman, nomerlar bor. Skladni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, gap isboti bilan bo'lsin. Birinchi qo'lliklaringizni nima deydi? Dokazat qilish xalqqa bo'ldi. Do'stlar, mana orqalarida ham o'chirib bo'yotibdi metan propanga kelganlar. Xudo xolasa. Yo'q, gapiring. Kelaversalar chiroyli qilib berishadi. Bu yoq skalad premi. Xo'p, mana skaladga ham kirib oldik. Xo'p, metanlar KAMAZ bilan olib kelib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Xalq xizmati bilan. Klient yo'q. So'kinmang, Ora videoga o'ynayapti. Klient yo'q. Charchamaysizlarga. Bardammi? Transport ko'tarildi. Xo'p, har qanday turdagi yangi partiya kelibdi. Yangi partiya endi ko'p ketadi bizda. 35, 65, 30 hammasidan bor. 47, 42, metan balonlar 65, 30 talik, 100 talik, mana 110 taliklar ham bor. Do'stlar, akalarimiz shu yerda xizmatda, akalarimizni mehnatlari halol, like bosib qo'ying shu akalar uchun. Shunday. Xo'p, nima deymiz? Birinchi qo'lligini mana dokazat qildik. Bu yog'i zapchastxona, bu yoqda bitta ko'rsatib boraylik. O'sha har doimgidek yana ko'paygan, kamaymagan turlari. Xohlagandan qo'yib beramiz. Original farsumka deydimi? Turetskiy reduktor deydimi? Originalidan padelkalari ham bor. Endi cho'ntakka qarabda ularga ham garantiyasi bor. Va aytganimdek 2300 ga Lasetiga propan qo'yiladi. 0 dan yangi zapchastlar bilan garantiya 1 yil. Bu originalga qancha garantiya? Originalga ham 1 yil. Nima farqi bor unda? Endi farqi, misol uchun, endi ishlab beradi-da ancha. Ko'proq ishlaydi degan. Ko'proq ishlaydi. Endi hamma kissasiga qarab, endi men tavsiyam, o'zim tavsiyam lishniy, sizniki qanday bilmadim-u, sizga farqi yo'q, to'g'risini aytaylik. Endi kissasiga qarab qo'yib beraveramiz. Men shaxsan yaxshisini qo'yish tarafdoriman, chunki mashina yo'lda qolib ketmaydi desalaringiz, yaxshisini bosingizlar. Shunday. Xo'p, nima deymiz? Pastda nomerlar mana sizlarga birinchi qo'ldan ko'rsatdik. Nurullo aka xizmatda xalqimiz uchun. Ishlaringizga omad, bizni podpischilarga chiroyli qilib beravering. Zo'r bo'ladi. Lekin like esdan chiqmas mana bu akalar uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doimgidek sizlar bilan Kamoliddin Uz.